qilasiz oh-vohlar haqqa yetsa, ne qilasiz yaratgandan balo kelsa, bo'ron tursin toshlar yog'sa, dengiz toshsa, ne qilasiz barchangizni yutib ketsa, dunyoga tinchlik bering. Ne qilasiz qilmishingiz qaytib qolsa, dunyoga tinchlik bering. Dunyoga tinchlik bering. Hozir azizlar, ustoz uchun kutilmagan sovg'a. Ekran orqali do'stlar, hamkasblar, qadrdonlar tabrigi. Ustoz qabul aylang. Marhamat. Sherali Jo'rayev mana shu teatrga kelganimdan beri bu insonni yaxshi bilaman. Bu mumtoz ashulalar sohibi qancha kuylarni kuyladi. Qancha ashulalarni chin yurakdan kuylab, butun xalqning diliga joylandi. Sheralini bundan keyindagi ishlariga, bundan keyingi ijodiga yanada unum tilayman. Sherali ko'p yillar omon bo'lsin. Sherali to'g'risida nima deyish mumkin? Bu hofiz dunyoga talingan. Faqat bu o'zimizni O'zbekiston emas, O'rta Osiyo emas. Bu insonni Amerika, Angliya, chet davlatlarda juda yaxshi olqishlagan, juda yaxshi kutib olishgan. Sheraliga havas qilmagan, orzu